Assalomu alaykum. İşni boshladik. Oshxona bo'ladi. Mana bu şey. Ana şu devorcha o'tgan. G'isht. O'tashga. Devor buzib tashlaymiz. Orqasi o'sha nafas turibdi. Taxtasi. Oshxona bo'ladi bu yer. Oshxona bor. Bunday taxlanlar, keyin bunday. Polka bo'ladi. Nasib etsa qolganini ko'rsatib boramiz sizlarga. Bu o'zi qanday? İşimizni bo'ldik. Oxirigacha. Oxirigacha. Yer oshxona bo'ladi. Oshxona polkasi, gaz plita. Bu yerga xaladining orqasiga rakman tagina sis bo'ladi o'sha uchun kabel qo'yganmiz. Bu yerga рабочий stolda bitta. Bu gaz plitaning tepasiga bitishga uchun bitta tük. Dimoxod. Randay dimoxod yashirincha o'tib ketadi orqadan. Qolgan hammasi zo'r. Plus ikkita polka bo'ldi. Shu narsa qo'yish uchun. Chiroyli ko'rinish uchun. İşimizga bog'i beringlar. Obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yinglar. Shunaqa sifatli ish kimga kerak bo'lsa, bizga aloqa qilinglar. Sifatli darajada taxlab beramiz ishlarni.